Xitoydan o'g'limni tug'ilgan kuniga mana bunaqa popkorn apparat zakaz qildim. Hozir buni sizlar bilan birinchi marta sinab ko'raman. Xitoydan zakaz qilgan udliyetilimni свежий issiq popkorn. Mana shunaqa bir tarelka popkorn chiqargan, shunaqa kamdan. Bolajoninglarni xursand qilsanglar bo'ladi shunaqa qilib. Buni albatta zakaz qilishni Xitoy kursimda o'rganasizlar. Buni hidini xuddi ko'chada popkorn qilsa shunaqa hid chiqib ketadi-yu. Buni anchadan beri zakaz qilaman deb yurardim. Bugunga nasib qilgan ekan. Endi sahr nevati kelishini kutamiz va uni ham xudo xolisa obzorini qilib beraman.